Assalomu alaykum. Yangi darsni boshladik. Bu darsimiz o'tgan dars 40 minut tugatgandik. Bu darsimiz planlarni boshlaymiz. Yani qilishni planlarini. Birinchi qavat, boyitash, maslahat va hammasini boshlaymiz. Keyin o'tgan darsda bir ikkita kamchiliklar bor ekan. O'sha kuni ko'p ko'rib qolgandim. Masalan, planda devorlar 300. Ya'ni g'ishtni 300 millimetr qilib terib bo'lmaydi. Planda gazoblok belgilangan ekan. Biz esa 400 lik g'isht qilib ketganmiz. Mana shu xato. Bu tomonda ham. Yana bir katta xatolardan biri, biz faqat birinchi qavatga qarab plan ishlagandik. Qirqim ishlagandik. Lekin bu yerda ikkinchi qavat bor. Ikkinchi qavatda esa konsol bor. Qaranglar. 1.45, dan 1.65, 1.60 chiqqan. Bu tomondan 1.60, 1.60 chiqqan. Biz esa konsolni chiqarmagandik. Mana shu yerda konsol chiqishi kerak. Biz esa uni ko'rsatmaganmiz. Xayr, mayli, turaversin. Keyinroq to'g'rilab qo'yamiz. Xo'sh, bugungi darsni boshladik bo'lmasa. Tezroq ketaveramiz. Ular bizga kerak emas. Bularni hammasini ushlab olib, select similar qilsa hammasini birdan ushlaydi. Devorlarni, tashqi devorlarni ham, ichki devorlarni ham, asosiy devorlarni gazoblokdan qilamiz. Bu bir tarafdan yaxshi, binoga yengil bo'ladi. G'isht bilasizlar, og'ir, hajmiy og'irlik 1800 atrofida chiqadi, 1800 kilogramm. Gazoblokniki esa o'rtacha hajmiy og'irligi 600 kilogramm atrofida chiqadi. Ba'zilari har xil, hamsi har xil. Sifatiga qarab. O'rtachasi mana shunaqa. Bu binoga yengil, uncha ko'p yuk tushmaydi. Keyin issiq o'tkazuvchanlik qobiliyati ham yaxshi. Issiq sovuqni kam o'tkazadi. Qishda, yozda yaxshi. G'ishtdan ko'ra yaxshi-da. Terishda ham qulay. O'lchamlari katta bo'ladi. Tez ustalar qurib ketaverishadi. Mana tozalab oldik. Endi birinchi navbatda nima qilamiz? O'qlarni joylashtirib olishimiz kerak.
Pastki tomon harflar, raqamlar bilan, yon tomon esa harflar bilan bo'lib turamiz. Razmerlarni ham boshqa to'g'rilaymiz. Va mana endi qiladigan ishimiz shtrixovka berib chiqish. Tashqi devorlarga, ichki devorlarga. Men o'zi asosan tashqi devorlarga, tashqi yuk ko'taruvchi devorlarga bir marta shtrixovka beraman. Ichki katta devorlarga, yuk ko'taruvchi devorlarga bir marta shtrixovka beraman, alohida va yuk ko'tarmaydigan, ya'ni перегородка devorlarga 120 bo'ladi-ku, alohida yana bir marta shtrixovka beraman. O'zim uchun qulay bo'ladi-da. Keyinchalik ob'yom hisoblashga. Mana shu перегородкаларga alohida shtrixovka bersak, keyinchalik uni yuzasini hisoblash kerak bo'ladi-da, перегородкаlarni. Endi hisoblashimiz oson bo'ladi. Gazoblokning shtrixovkasi mana bunaqa bo'ladi. Bu yashil. Endi ichki devorlarga beramiz bir marta. Bularni ham shtrixovkasini bir qilamiz. Endi перегородкаlarga beramiz.
Mana bu shaxta, ya'ni nima uchun? Mana bu yer sanuzel, sanuzel. O'sha yerdagi hidlarni olib chiqish uchun ventilyatsiya. Keyin yana suvning trubalari bo'ladi, ventilyatsiyaning trubalari bo'ladi yoki gazning trubalari bo'ladi. Mana shunaqa narsalarni mana shu yerda olib tushish uchun mana shunaqa binoga shaxta qo'yiladi. Bu bir tekis ketadi. Birinchi qavatda bu yerda, ikkinchi qavatda bu yerda, uchinchi qavatda mana bu yerda bo'lmaydi. Bir tekis. 5 ta qavat bo'lsa, beshalasi ham mana shu burchakda bo'ladi. Buni har joyda o'ynatib bo'lmaydi. Bir tekis ketishi kerak. Buning o'lchamlarini arxitektorlarning o'zi qo'yib beradi. 5 qavatgacha bo'lsa mana shuncha, 12 qavatgacha bo'lsa mana shuncha deb o'zlari normasini bilishadi. Bizga qo'yib beraverishadi. Ba'zi joylar mana shunaqa ishtirokda bo'lmay qoladi. Buni boshqatdan to'rtburchak chizib, eskisini udalatib yuborsa, keyin ishtirokda beradi. Menimcha bo'ldi. Endi bitta narsa. Mana bu lift. Liftning shaxtasi. Liftning shaxtasi ichida emas, tashqarisida qilingan, binoning tashqarisida. O'zining qoidasi bor buni, liftning shaxtasini
qaysi necha etajgacha tashqarida qilish mumkin, necha etajdan keyin ichkarida qilish mumkin, necha kilogrammlik, bu ham qavat soniga bog'liq, necha kilogrammlik va liftlar soni ham qavat soniga bog'liq yoki bino eniga bog'liq. Mana shunaqa. Buni arxitektor qo'yib beradi. Hozir o'zimizga konstruksiyaga tegishli bo'lgan joyini aytib ketaman. Liftlar yoki zinalar, ana shu shaxtalari binodan kamida 100 millimetr ajralgan bo'lishi kerak. Buni normasi bor edi. Men boya qidirdim, lekin topa olmadim. Topib men sizlarga tashlayman. Mana shu 100 millimetr kamida. Zina ham xuddi shunday. Keyin to'g'rilab qo'yamiz. Endi navbat stoykalarni qo'yib chiqishga. O'tgan safar aytgandim, serdeshniklar 5 metrdan adashmasam shunday edi, 5 metrdan ortiq bo'lsa yaxlit devor, o'rtasiga serdeshnik qo'yish kerak. Endi bu gazoblok. Bunga ham xuddi shunday 5 metrdan oshsa o'rtasiga serdeshnik qo'yamiz. Ham bu gazoblok unchalik baquvvat emas, g'ishtga o'xshab. Hajmi og'irligi ham kichkina. Shuning uchun buni kuchaytirish kerak. Katta devorlarni ham, kichkina devorlarni ham stoykalar qo'yib, o'rtasiga burchaklarga buni kuchaytirish kerak. Shuning uchun stoyka qo'yib chiqamiz. Xo'sh, stoykalarni hozir qisqacha tushuntirib o'tsam, mana bu burchaklik ko'rayotgan bo'lsangiz, burchaklik turgan narsa, ya'ni burchaklik u. O'zbekchasiga burchaklik, ruschasiga уголок deydi. Угольникmi, уголок esimdan chiqdi. Угольник deyiladi menimcha. Ha, угольник. Bu uzun bo'ladi. Internetga yozsangizlar chiqadi. Mana. Mana shunaqa narsa. Metaldan bo'ladi. Mana shunaqa, mana bu o'rtasiga qo'yganda 4 ta bo'ladi. Hozir ko'rsataman. O'rtasiga qo'ydik. Mana bu ikkitasi bu tomondagi devorni ushlab turadi. Bu har tomonga siljib ketmasligi, salqinlikni yo'qotmasligi uchun mana bu ikkitasi bu tomondagi devorlarni ushlab turadi. Mana bu o'rtasidagi plastinka, mana bu ikkita 4 ta anavni uгольникni birgalikda ushlab turadi. Bitta qilib. Har joyga ketib qolmaydi. Mana shunaqa. Hammasini qo'yib chiqamiz. Böyle. Hozir bu qo'yayotganimiz katta devorlarga, kichkina devorlarga masalan bo'lmaydi bu. Kattalik qiladi. Kichkina devorlarga alohida qo'yib chiqamiz. Pasti buni plitaga yoki regel antiseysmik poyasga mahkamlanadi.
tepasi esa regelga mahkamlanadi buni. Buni keyinroq dastalardan ko'rsatib o'taman. Mana pasti atmetka plita, atmetka уровень потолок. Потолокка mahkamlanadi. Ya'ni regel yoki plitaga agar binoning o'rtasiga tushib qolgan bo'lsa. Aha. Endi mana bu yerni ham kuchaytirish kerak. Buni blokka solamiz. Keyinroq topish oson bo'lishi uchun. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu TNFda yozilgan edi. Keyinroq men anonsini tashlayman. Ha, hozir birdaniga topib anavi qilib tashlaymiz. Mana 3, 5, 13 o'sha seysmik hududlarda qurilish qo'mitasiga kiramiz. 3, 5, 13. 3, 5, 13 bankni ochamiz. Komplekt konstruksiyalarda bu yerda kompleks haqida gap ketyapti. Keyinroq ana qo'yilish masofasini aytaman. Deraza va eshik oldida albatta qo'yilishi kerak serdeshniklar. Hozir bu yerga serdeshnik qo'yib bo'lmaydi gazoblokka. Shuning uchun stoyka qo'yamiz. Stoyka bilan gazoblok yaxshi birlashadi. Serdeshnik betonku baribir gazoblok bilan uncha birlashmaydi. Shuning uchun stoyka qo'yamiz. Deraza eshik atrofiga albatta stoyka qo'yish kerak. Ichki devorlar bo'ldi. Endi tashqi derazalarga ham stoyka qo'yish kerak. Mana tashqi devorlarga ham berdik. Endi mana bu yer. Ikki eshik. Ha, bu tomonga ham berish kerak. Ha, bo'ldi. Endi kichkina stoykalar. Kichkina stoykalar uzunligi 3 metrdan oshsa qo'yish kerak. Baribir. Undan tashqari u patologga ham mahkamlanadi. Uzunligi bo'ylab, uzunligi bo'ylab. Shunaqa mahkamlanadigan elementlar bilan va mana shunaqa o'rtasiga stoyka qo'yish kerak. Chunki bu gazoblok aytdik, uncha baquvvat emas, g'ishtga o'xshab. Yengil, yupqa. Shuning uchun uni kuchaytirish kerak. Mana bu 4 metr bo'lib ketibdi. Mana bu yerga ham qo'yish kerak. Bu yerga ham qo'yish kerak. Bu tomonga hammasiga qo'yish kerak. Mana bu kichkina
devorchalarga qayta shart emas. Mana shunaqa qilib har bittasiga qo'yib chiqamiz. Menimcha bo'ldi. Bu tomonlarga sanuzalarga shart emas. Endi ikkinchi xil stoykani qo'yib chiqamiz. Buni ham blokka solamiz. Va aytganimizdek deraza va eshik atrofiga qo'yib chiqamiz. Va bu keyinchalik hozir peremishga qo'yib chiqamiz. O'shanga ham kerak bo'ladi bu stoykalar. Sanuzel eshiklarni oldiga ham qo'yib chiqamiz. Chunki bu baribir eshik bo'lgandan keyin ochilib yopgandan keyin aytdik gazobonchilik baquvvat emas, kuchaytirish kerak. Har ochilib yopilganda baribir vibratsiya beradi. Vibratsiya berganda devorlar yorilmasligi uchun mana shunaqa kuchaytirib serdeshik stoykalar qo'yiladi. Menimcha bo'ldi. Endi bularni nomlab chiqishimiz kerak. Men odatda kattasidan boshlayman. Hammasi bir xil ketadi. Bu kolonnaga bog'lanishi qanday deyishingiz mumkin. Ya'ni gazobloqning kolonnaga bog'lanishi. Buni ham uzeli bor. Bu yerga stoyka kerak emas. Keyin man sizga uzelini ko'rsataman. Hali bularni spesifikatsiyasini tayyorlash kerak bo'ladi. Nechta nimalar ketayotganini o'shanda ko'rsatib o'taman. Xo'sh, stoyka 1 ni qo'yib chiqdik.
Navbat stoyka 2'ga. Nomini o'zgartirish esdan chiqmasin. Stoyka 2 endi bu yerda ham bor. Tashqarida. Bu tomondan. Bu yerda serdeshniklar haqida yozilgan. Eshik o'rinlari yon qirralari. Deraza ham xuddi shunday deyapti. Bu yerda o'qib ko'rishingiz mumkin. 8-bandda serdeshnik haqida yozilgan. Xo'sh, stoyka 2ni qo'yib chiqdik. Endi navbat stoyka 3'ga. Ya'ni mana bunga. Bo'ldi. Endi stoyka 4'ga. Eng oxirgisi.
Nomini o'zgartiraman. Menimcha bo'ldi mustoykalar. Endi peremishkalar qo'yib chiqamiz. Bitta qirqimni qarashimiz kerak. Bu yerda peremishka yo'q. Derazalarga ya'ni tashqi derazalarga peremishka qo'yib o'tirmaymiz. Bu yerga peremishka kerakmi? Kerak emas. Zinaning balkasi yetadi. Xo'sh, birdaniga mana bu kerak bo'ladi. Peremishka mana shu yerdan mana shu yerga bo'ladi. Devorning ustiga chiqmaydi, ya'ni devorning ustiga o'tirmaydi. Aytib o'tgandim-ku, peremishkalar kamida 250 mm devorga o'tirishi kerak. Bu metal peremishka bo'ladi, ya'ni uголокdan, uголокdan. Bu devorning ustiga chiqmaydi. Temir betondan emas, metaldan bo'lyapti. Shuning uchun mana bu yer va mana bu yergacha bo'ladi. Mana bu yer, mana bu yer. Peremishkalar ikkita uголникdan yasaladi. Bittasi bu yerga qo'yiladi, bittasi mana bu yerga qo'yiladi. Mana hozir mana bu yerda anonsi bor. Bu emas, mana bu. Mana bu narsa bizning stoykamiz. Qo'ygan stoykamiz. Ikkita bor edi. Eshikning yoni, derazaning yoni. Mana bu qora bizning stoykamiz. Anavimiz. Peremishkamiz. Mana shu bu yergacha mahkamada, keyin mana bu yergacha mahkamada. Uzel 1 ga qaraymiz. Mana o'sha uzel 1. Uzel 1 mana bunday yaqinlashtirib ko'rsatyapti. Mana bu stoyka. Mana bu peremishka. Mana bu yergacha kelib mahkamada va sarka qilinadi. Va mana bu yerdan bitta qirqimcha olyapti-da. Mana bu peremishkamiz, mana bu stoykamiz. Mana bunda svarka qilinadi atrofi bo'ylab 45 gradusda. Mana shunday eleglik stoykalar ishlatiladi. Hammasiga, stoykaga ham, peremishkaga ham bir xil. Har xil metal ishlatmaslik uchun bir xil bo'lingan. Hisob-kitob qilib shunday qilingan. Xo'sh, peremishka 1 bo'ladi bu. Eng kattasidan boshlab ketaveramiz. Bu 1 metrlik ekan. Menimcha bundan kattasi yo'q. Keyin yana bitta narsa. 380lik, ya'ni 400lik desak ham bo'ladi. 400lik devorlarni regil yo'q joylarga, masalan mana bu yerda regil bor. Bu yerda regil bor, bu yerda. Mana bu yerda regil yo'q, ko'ryapsizmi? Faqat
plita yoki monolit ora yopma bo'ladi. Hech qanaqa regel pegel bo'lmaydi. Mana bu yerga agar devorimiz 380 bo'lsa, 300 380 400 bo'lsa, buni terib bo'lmaydi. Chunki juda og'irlik qilib ketadi. 250 bo'lsa ba'zilar teradi, ba'zilar termaydi. Tersa ham plitalarni kuchaytirib, monolitlar qilib, shunday qilib terdiradi. Agar majbur bo'lsa. Agar yo'q bo'lsa, qolgan joylarni g'isht qilib, mana shu joylarni masalan 300lik, 250lik, 200lik gazoblok qilib yuborishadi. Mana shunaqa yechimlari ham bor. Hamma joyi g'isht bo'ladi, mana shu masalan mana shu joyi yoki mana shu joyi gazoblok bo'lib ketadi. Endi boshqa iloji yo'q, shunday. Va bizda esa gazoblok hamma joy, tashqisi ham, ichkisi ham, перегородкалар ham gazoblok. Shuning uchun bu muammo emas. Faqat yukini e'tiborga olib ishlashimiz kerak. Mana bu yerda baribir gazoblok aytdik, yengil, g'ishtdan 3 barobar yengil. Shunda ham baribir ozgina yuki bor. Mana shu plitalarga ta'sir qiladi. Keyinroq livrada hisoblanganida mana shuni ham hisobga olib ketsak zarar qilmaydi. Перегородкаlarni ham anavi qilamiz. Bitta-bitta hisoblab turmaymizda, umumiy yukni berib o'tamiz. Перегородкаlar adashmasam 1 metr kvadratga 150 kilogramm yuk tushardi. Mana shunday. Mana bular regelning ustiga tushyapti. Regel ko'taradi bemalol, muammo emas. Hammasi. Bir ikkita devorlar bor. Regelning ustiga tushmaydi. Nimaga mana bu qalin devor qilingan? Chunki bu yer qo'shni kvartira. Agar bitta kvartira bo'lganda 120 lik перегородка qilib ketariladi. Shuning uchun qo'shni kvartira bo'lgani uchun qalin devor qilingan. Biz peremishga qilayotgandik. Menimcha bo'ldi peremishga birlar. Endi buni peremishga 2 deymiz. Şimdi pastga tushadi. Hammasiga qo'yib chiqamiz, chunki baribir qavat balandligi 3 bo'ladi. 3 metr 30 santimetr. Menimcha shundaydir. Shunday qarasak, bu agar plitani olib tashlasak 3 metr bo'ladi-da devor balandligi. 3 metrlik endi eshik bo'lmaydi. Juda xunuk ko'rinadi. Juda baland ko'rinadi. Shuning uchun kamaytirib pirinchga qo'ysak, ozgina balandligini eshikning balandligini kamaytirish imkoni bo'ladi. Odatda 2-2 bo'ladi. 2-2, 2-1 ishki kvartiralar. Mana shuni qilib ko'ramiz. Menimcha bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi razmer berib chiqamiz. O'lcham.
adashmasam mana bu joy juda kam bo'lib ketibdi. Sakkiz edimi adashmasam, deyarli shunga yaqin. Endi birinchi kursligimizda bu narsalarni qonun qoidasi bilan o'lcham qo'yib chizardik. U ham bo'lsa institutda. Shuning uchun esdan chiqib ketgan ba'zilar hmm, qoidachalar. Chizmachilik fanida chizardik. Mana bir tomonniki bo'ldi. Ustma tushib qolganlarni ajratib qo'yamiz. Liftni ham keyinroq o'zimiz yasab olamiz. Sal boshqacharoq bo'ladi. Bu tashqi lift qilamiz. Konstruksiyasini metall karkasdan qilamiz. Temir beton shaxta qilmaymiz, metall shaxta qilamiz. Profillardan 100 ga 100 mi ko'ramiz keyin. Oxirida qilamiz baribir. E'tibor bergan bo'lsak, mana bu derazalar qolib ketdi, chunki tashqaridan berib bo'lmadi. Ichkaridan berib qo'yamiz. Buradan tushiramiz. Endi ichki razmerlarni berib chiqamiz. Boya bekor ölçüldükdə deyim. Ben bir deyəm, eşik bölüş gerekdə. Ben bir de, ben bir de. Bu tamamlayan. Keyinroq qo'yib eshiklar joyini hammasini belgilab o'chirib yuborgandik. Bu yerdan uchib ketibdi. Keyinroq ko'rib to'g'rilab qo'yamiz.
Ustida buton qolib ketdi. Endi butonni razmeridan chiqamiz. Har bitta narsaga razmer berib chiqish kerak iloji boricha. Lekin harakat qilish kerak. Juda hech narsa ko'rinmaydigan darajada razmerni ko'paytirib olamiz. SPD'sini shu narsasi qulay. Xalaqit berdimi? Bitta strelka bilan mana xalaqit beryapti. Ustma-ust qilib bitta strelka bilan butonga o'tkazib yuborsangiz bo'ladi. Vetkatda men bu narsani ko'rmadim. Yana bilmadim. Vetkat uncha menga yoqmadi. Shuning uchun vetkat ishlatmayman. SPD'si ishlataman ko'pincha. Butonlar razmer bersak.
yo'q ichyapmiz. Bu tomon ham bo'ldi. Endi bu tomondan aravani qilib chiqamiz. Bu tomon bo'ldi. Tashqaridan qilamiz. Menimcha bitta mana shu joy qoldi.
Endi ko'rib chiqamiz qayerga razmer qo'yilgan. Bir razmer qo'yib chiqdik. O'zi razmeri bor, o'lcham bor. Tashqi tomondan, ichkaridan qo'ysak ham mana bo'ldi. Bunga sig'maydigan like qo'yamiz. Keyin bir tavsiya bilmaganlar uchun razmer berib bo'lgandan keyin ba'zi razmerlar ani joyini o'zgartirasiz-ku. Ba'zi razmerlar o'zgarib ketadi, joy qochib ketadi. Mana masalan, mana. Biz bunday razmer bermaganmiz. Mana bu qochib ketdi. Mana bu joyni razmeri qochib ketgan. Mana shunaqa razmerlar o'zgarib ketadi. Mana shunaqa bo'lmasligi uchun bitta avtokat komandasi bor. O'shani o'zi 0 razmer. Aslida biz bunday bermaganmiz. Mana endi joyda turibdi. Endi 0lar yo'q. Endi shunaqa bo'lmasligi uchun mana razmer belgilangan chizmamizni belgilab DDA qilamiz. Mana shunaqa yozuv chiqadi. Birinchisini bosamiz. Bu razmerlarni qulflaydi. Razmerlar chizmani biron joyga ko'chirganingizda ham razmerlar hech qayerga qochib ketmaydi, o'zgarmaydi. Ba'zi bilmaydiganlar ana shuni deb juda ko'p sarsonga tushadi. Mayli, razmerlar bir xil turibdi, hech qaysisi qochib ketmaydi. Bilmaydiganlar uchun mana shunaqa yaxshi bo'ldi. Biladiganlar yana bir bilimni mustahkamlab oldi. Xullas, mana shu birinchi darsimiz mana shu edi. Birinchi qavatning kladishni plani. Keyin bu listlarni to'ldirishni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatni keyingi darsimiz ikkinchi qavatga bo'ladi. Konsollar qo'shiladi. Birinchi qavatni menimcha kooperativ qilib ozgina o'zgartirsak bo'ldi. Konsollar qo'shiladi. Mana bular olib tashlanadi. Mana bu ilk joyda turadi. Mana shunaqa. Keyin birinchi darsimiz mana shu. Birinchi qavatni klassifikatsiya plani bo'ldi. Xudo xohlasa keyingi dars ikkinchi qavatning klassifikatsiya planini boshlaymiz. Tezroq tugatishga harakat qilamiz. Shunday mayli. Salomat bo'ling.